Hozirda xalqimizda bitta qo'rquv bor. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi o'zidan mutaxassis yasagan, ya'ni xirurglar endi o'rganayotgan jarrohlarga shart qo'yadi. O'rganasan deydi, senga odam olib kelib beramiz deydi. bitta savolim bor. Siz necha yildan beri xirurgsiz? Men 19 yildan beri xirurgman. 14-15 yoshdan tortib 65 yoshgacha bo'lgan. Ustozlarimizdan ko'rganmiz, qanday qilib bu amaliyotni qisqa muddatda erishish mumkin. Bugun sog'lig'ingizdan xabar olmasangiz, ertaga sizdan qasd oladi. Biz hozir Nazarov Ismoilgani yo'llaridamiz. Aynan o'zini ishini mutaxassisi bo'lgan inson. Oshqozon operatsiyalari bo'yicha mutaxassis, to'g'rimi? Bugungi kunda sahr, qandli diabetni oshib ketishi aynan shu oshqozonida paydo bo'ladi. Ya'ni semizlik kasalligi, qandli diabet ikkinchi turi, har xil irsiy faktorlar ham bor. Qandli diabetda aziyat chekib, ukol olib, lechina olish bir muammo bo'lsa, uni asoratlari va uni og'riqlari bilan yashash bu ikkinchi muammo. Shuning uchun bu jarrohlik yo'li hozirgi kunda yagona to'liq kasallikdan batamom tuzalishga yordam beradigan yo'l hisoblanadi. Hozirda xalqimizda bitta qo'rquv bor. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi o'zidan mutaxassis yasagan, ya'ni xirurglar va operatsiyalardan keyin muvaffaqiyatsiz chiqqan insonlar ham bor. Bu narsaga nima deysiz? Hozirgi kunda hamma pul topishni xohlaydi. Pul topishda qaysi yo'nalishdan ko'proq pul kelsa, hamma o'sha yo'nalishga kiradi. Bu sohasi bo'lsin, bo'lmasin. Buni muammosi hozirgi kunda meditsinani tushunmagan odam shu yo'lga kirib turib, qanday pul topishni yodlab oladi, kerakli mutaxassislar bilan ishlaydi, malaka oshirib oladi, o'ziga yo'nalish ochib turib, u yo'nalish yurg'izadi. Bu yo'nalish yurg'izayotganda albatta jarrohlik kerak bo'ladi. Jarrohliklarga endi o'rganayotgan jarrohlarga shart qo'yadi. O'rganasan deydi, senga odam olib kelib beramiz deydi. Uni odamni kimdir shogirdi deydi, chet elda o'qib kelgan deydi, Amerika birortasini sertifikatini so'rasangiz, birorta narsasi yo'q bo'ladi. Tushundim. Buni poddelka ko'rsatuvlar ham bor. Soxta mutaxassislar. Endi samouchka desak bo'ladi, ya'ni tajriba qilib o'rganib oladiganlar. Bitta savolim bor. Siz necha yildan beri xirurgsiz? Men 19 yildan beri xirurgman. Va bugun kungacha necha mingta bemor operatsiya qildingiz? Aynan oshqozon operatsiyasi bo'yicha. Oshqozon operatsiyasi bo'yicha 5 mingdan oshiq. Yoshidan tortib, 14-15 yoshdan tortib 65 yoshgacha bo'lgan. Ismoilga bitta gapim bor. 5 mingta siz ham qo'yibsiz. Hazil ekan odam emas. Ya'ni yarim soat, 1 soatga qolmasdan sizlar o'sha oshqozon operatsiyasini o'tkazib bo'lasiz. Operatsiyani o'tkazib. Qanaqa qilib? Endi bunga bu savol ajoyib bo'lgan biz uchun ham qanday qilib degan. Ustozlarimizdan ko'rganmiz, qanday qilib bu amaliyotni qisqa muddatda erishish mumkin. Qo'limizda shu laparoskopik maloinvaziv jarrohlikka chet safarlarga chiqib, o'rganib, ustozlardan o'rganib, o'qib, oylab oilamizni tashlab bo'lsa ham o'qib kelganmiz. Opitdan kelib chiqqan holatda ustozlarimiz shu yarim soatda qilganda biz ham shu kunga kelib yarim soatda qilishga erishdik. Alloh rozi bo'lsin, hamma sog'lig'ingizdan. Sizlarga bitta narsa aytaman, qisqachasi. Men bu insonni maqtamayman, kelinglar ham demayman, lekin boshqa birovga ham borishingizdan yaxshilab o'ylang. Aynan har bir insonga kelarkansiz, u kim, qanaqa darajada va nimalar qilgan. Biron bir joyi kamsitamaymiz va biron bir joyi maqtamaymiz. Siz ko'zingizdan ko'rib, ishonib, hosil qilib, keyin shu ishga kirishni unutmang. Bugun sog'lig'ingizdan xabar olmasangiz, ertaga sizdan qasd oladi.